Hammaga assalomu alaykum. Meni kanalimning nomi Oila va biznes maktabi. Sababi oila bilan biznes bir-biriga bog'liq. Uning ichida psixologiya ham bor. Biznes 80% deyarli psixologiyadan tashkil topgan. Endi boyliklardan yana bittasi o'zimizda bor bo'lgan bu sog'lik degan boylik. Endi hozir sizlarga men immunitetni ko'tarish haqida gapiraman. O'zimda yaqinda boshimdan o'tkazgan narsani hozir ko'rsataman sizlarga. Hozir men yashayotgan joyda, mana men yashayotgan joyda 27 gradus sovuq bo'lyapti. Seziluvchanligi 40, -40. Endi meni ko'ringlar. Futbolkadaman, yalangbosh. Hozir nima sababdan buni aytayotganimni, bu videoda olayotganimni tushuntiraman. Mana men hozir 40 gradus seziluvchanlik havoda tashqariga chiqdim. Mana futbolkadaman, yengil kiyimda. Bunaqa qilib har kuni chiqaman. Har kuni 1 minut, 2 minutda kirib ketaman. Ko'p turmayman. O'zimda qasdim yo'q, lekin odamning tanasi chiniqadi ekan sovuqda. Bundan 2-3 oy oldin ham men salga uy issiq bo'lsa ham, uy 15 gradus, 20 gradus issiq bo'lsa ham uxlaganda shapkasiz uxlamayotgandim. Shapkasiz uxlasam mana shu bo'yinlarim qattiq og'riyotdi, ertalab sanchib qolyotdi. Xullas, buni yo'qotdim. Qanaqa yo'qotdim? Hozir odam yemoq-ichmog'iga e'tibor berish kerak ekan. Yeyishimiz yaxshi edi undan oldin ham. Bitta, ikkita qo'yni so'yib, qishga kirishda ikkita qo'y so'yganmiz. Shuni go'shtini yeb tugatdik. Gap go'sht qancha yeyishda, qancha vitaminli narsalar yeyishda emas ekan. Qancha zararli narsalarni kamroq yeyishda ekan. Yana shu og'rib qolib, muskullarim, mana qovurg'a oralari og'rib qolyotdi. O'sha sal yengil uxlab qo'ysam, yengil kiyimda uxlab qo'ysam, yopinmay yotsam, uy issiq bo'lsa ham, 20-15 gradus issiq bo'lsa ham, 25 gradus hattoki uy issiq bo'lsa ham yalangbosh yotolmayapman. Yomon boshga urib, mana shu joyim ayniqsa qattiq og'rib qolyapti. Dimog'im achib qoladi. Endi nima qildim? Immunitetni ko'tarish uchun shakarni ovqatlanish tartibimdan olib tashladim. Uni shakardan atkaz qildik, shakarni 2 oy, 3 oy bo'ldi unga. Shakarni atkaz qildik. Lekin bu men yashayotgan joyda yaxshi ovqatlanmasangiz, yog'liroq ovqat yemasangiz, har zamonda tez shirinliklar yeb turmasangiz, ichingizni achishtirib yuboradi. Yog'li ovqat yesangiz shirinlik yegingiz keladi, shirinlik yesangiz meva yegingiz keladi. Shunaqa ichingizni achishtirib yuboradi meva yesangiz, yana yog'li ovqat yeysiz, go'shtlar, kuchli ovqatlar yegingiz keladi. Eng asosiysi biz gazli ichimliklar, shirin qandli ichimliklar, shakar solingan ichimliklar umuman ichmay qo'ydik. Hattoki soklar ham, naturalniy sok, tabiiy 100% degani bilan uning ichida shakari bor, boshqasi bor. Uni garantiya yo'q. Masalan, kim sizni u nima deydi? Haligi nima deydi? Buvizmida, enezmida u zavoddan chiqarayotganlar uni. Xohlaganini soladi, naturalniy deb ko'radi uni korobkasiga. Xullas, kola, shunaqa narsalar umuman ichmaymiz. 6 oyda bir ichib turardik. Bo'lib qolsa bir variant.
6 oyda bir yilda bir to'g'ri kelib qolsa ichib qo'yamiz kola. Energetiklar umuman ichmayman. Oilam ham ichmaydi hech kim. Bolalarga ham shu sokdan boshqa hech narsa olib bermasdim magazinlardan. Soklarni ham kamaytirdik. Umuman olib bermay qo'ydim 2-3 oydan beri. Xullas, faqat tabiiy ovqatlar yeyapmiz. Keyin yana bitta narsa. Bundan 3 oylar oldin o'zidan o'zi tomog'im quriydigan bo'lib qoldi. Tomog'im quriydi, chanqovuraman. Lekin yaqinda suv ichdim. 15 minut, 20 minut oldin suv ichdim, tomog'im chanqovuradi. Quraveradi. Sababi nima ekan dedim, o'ylandim. Keyin doktor ishchi anutdi. Simichka yog'i haqidagi videosini ko'rdimda, to'xta dedim, simichka yog'ini ham to'xtatib beraylikchi, bo'pti, toza, yaxshi yog'lar yeylikchi dedim. Qo'y yog'i, yengil har zamonda jizzalar, shu o'zimiz so'ygan qo'ylar dumbalari bor edi. Shularni yeb yuribmiz. Ichimiz achishganda nonga solamiz jizzasini. Keyin hozir bu yerda yo'q ekan. Zaytun yog'iga o'tdim. Bunday ovqatlarni zaytun yog'ida qilyapmiz. Masalan 2-3 qoshiq 4 qoshiqning o'rniga masalan ozroq solyapmiz. Chunki zaytun yog'i o'ta qimmat. 5 litr yog'ning puliga yarim litr olyapmiz. Yo'q, 1 litrmi shunaqa. Uni ham arzon joydan topib oldik, shu arzon yo'lini. Shuning uchun qimmatligi uchun ehtiyot qilib ozroq ishlatyapmiz. Tomog'imdagi qurish yo'q. Immunitet ko'tarildi. Hozir ko'rdinglar, mana o'zim 40 gradus seziluvchanlik havoda tashqariga chiqib keldim. Bunaqadan kuniga 4 mahal, 5 mahal chiqaman. Masalan, hojatxonaga futbolkadan chiqib ketaveraman. Endi uyat bo'lsa ham aytaman. O'ta kulturli bo'lmasa ham. Erinamanda. Yo bo'lsam bitta shapka kiyib olaman. Bas bayta yengil, oldimni ochib olib, bitta kurtkani yelkamga tashlab olaman. Nima bo'lsam, soqab ketaman desam. O'zimni qiynamaslik uchun. Lekin o'zimni chiniqtirish uchun chiqib turibman. Odamda ham sovuqqa tanasi chiniqar ekan, ham butun muskullardagi vaspaleniya, kasalliklar ketar ekan shakar yemay qo'ysa. Shakar yemay qo'ydik, simichka yog'ini to'xtatdik. Juda ham yengil his qilyapman o'zimni. Ozgina shug'ullandim. Meni o'zi shug'ullansam ham figuram chiqmaydi. Ozgina haftada 1 yo bo'lmasa 2 marta shug'ullanib qo'yaman. Sal bo'lsa ham muskullarim o'sib qolganga o'xshayapti. Endi og'ir emas, bir turnikka bir 4 ta 5 ta tortinaman, 2 marta, 2 podxod. Boruska 2 podxod, 7 tadan qilaman. 20 kilolik shtangam bor, uni bunday qilib ko'taraman. Shtanga u. Qancha? 10 tadan ko'taraman 2 marta. Bo'ldi. Hushimga tutsa shug'ullanaman, bo'lmasa yo'q. Shu bir haftada 1 marta ham bo'lib qoladi. Bir haftada 2 marta yoki 3 marta ham bo'lib qoladi. Afsala qilsam. Ishim ko'p-da, endi ishim ko'p meni. Berichi. Mana shunaqa yoqqa o'tib oldik. Mana. Mingiram ekan. Xullas 5 litr yog'ni puliga, simichka yog'ini puliga 1 litr zaytun yog'i beryapti. Shuni hisobiga sal ozroq ishlatyapmiz, lekin juda foydasini bildik. Immunitetga ham yaxshi ekan. Men tomog'im qurishi shular yo'q bo'lib ketdi. Yo u shakardan edi, yo shu yog'dan edi. Trans yog'lar, nima deydi? Tabiiy bo'lmagan yog'lar. Shuni bo'lishim keldi. Sog'likni asringlar. Hozir yoshmiz, sog'lommiz. O'zimizni immunitetimizni ko'tarib yurish o'zimizga bog'liq ekan 100%.